Bugungi mavzumiz Putinning muridlari deb nomlanadi. 11-iyun 2026-yil. Putin o'sirib qo'ysa ham mashalloh deguvchi muridlari, Putinning oyog'i qopqonda, boshi sirtmoqda, sizlarga yordam berish tugul, o'zining jonini saqlash umidida kunlarini bezovta, tunlarini bedor o'tkazmoqda. Putinni aqlga sig'mas mantiqsizlik bilan qo'llab keldingizlar. Payti keladi, lozim bo'ladi, hisob so'raladi degandik. İşonmadingizlar. Har kim ekkanini o'radi demiş bobolarimiz. Endi sizlar ham ekkaningizni o'rasizlar. Ilojingiz qancha? O'z xalqini, o'z milliy davlatchiligini jig'ildoni uchun sotadiganlar mana shunday ahvolga tushadilar. Itning kallasini oltin tovoqda olib yursalar ham itning kallasi bo'lib qolaveradi. Hech qachon arslonning kallasi bo'lmaydi. Bugunga shular. Turkiston ittifoqini qurish va uning ravnaqini ko'rish barchamizga nasib etsin. Ko'rishguncha xayr.